Bir oyda Toshkentda hayot uchun necha pul ishlataman? Birinchi maktab va bog'chalar 30 million oyda. Krujoklar, muzika, gimnastika 11 million. Shofyor 6 million. Produkti 7 million. Nimaga? Chunki biza постоянно kafe-restoranlarda ko'pincha ovqatlanamiz. Kafe-restoranlarda bizada 20 million chiqyapti. Примерно, но это не факт. Keyin bizada собачка bor, ilon bor, akvarium bor. Ularning ovqatlari, обслуживаниялari hammasi общий где-то 6-7 million. Kommunalniy uslugi, kommunalniy platejlarim ikkita kvartira uchoti bilan 7-8 million chiqyapti. Benzin har oy 3 marta boraman menimcha Lukoilga har safar $130 где-то 5 million 700 chiqyapti. Shopping har doim har xil, chunki nima olishimni bilmayman, lekin 6 milliondan boshlanadi. Har xil bolalar uchun ularning xohishlari 10 milliondan boshlanadi, но там можно безлимитно. Mani благотворительный fondim kuda har oy $300 ketqizaman. Keyin biznes расходlar bor, sotsетlar bor, ularni mayli aytmay qo'ya qolaman. Общий bir oyda расходlar hayot uchun Toshkentda 115 million so'mdan boshlanar ekan. Bu yerda yana bizani путешествияlarimiz, periodlarimiz hisobga olinmaydi, которые $10,000 uyog'i. Qani yozinglarchi, bitta mana shunaqa расходникman Toshkentda или это нормально?